Xabar berganimizdek, kecha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga tadbirkorlar bilan navbatdagi ochiq muloqotga tayyorgarlikning borishi yuzasidan axborot berildi. Darhaqiqat, tadbirkorlik iqtisodiyotning harakatlantiruvchi kuchi. Shu bois ishbilarmonning har bir muammosi, taklifi va tashabbusi mamlakat iqtisodiy taraqqiyoti uchun muhim. Tadbirkorlar bilan an'anaga aylangan ochiq muloqot esa aynan shu maqsadga, muammoni eshitish emas, unga aniq yechim topishga qaratilgani bilan ahamiyatli. Navbatdagisi 6-muloqot oldidan Respublika shtabi 24 soatlik rejimda ishlamoqda. Taqdimotda aytilganidek, minglab murojaat va takliflar o'rganildi, minglab tadbirkorlar bilan yuzma-yuz uchrashuvlar o'tkazildi. Eng muhimi, bu muloqotlar ortida biznesning bugungi holati, ertangi rejalari va rivojiga to'sqinlik qilayotgan tizimli masalalarning aniq manzarasi shakllanmoqda. Kecha shuningdek, prezidentimiz farmoniga ko'ra, biznes sohasiga munosib hissa qo'shib kelayotgan bir guruh tadbirkorlar yuksak davlat mukofotlariga sazovor bo'ldi. Ular orasida samarqandlik tadbirkor Muhammadxon Soliyev ham bor. Davlatimiz rahbarining tashabbus va qo'llab-quvvatlovi tufayli tadbirkorlarimiz bugun yangi g'oyalar bilan maydonga chiqib, yurtimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shmoqda. Shunday fidoyi tadbirkorlardan biri samarqandlik Muhammadxon Soliyevdir. U 2017-yilda Samarqand shahrida nodavlat ta'lim muassasasiga asos soldi va yoshlarga xorijiy tillarni chuqur o'rgatish bilan shug'ullandi. Muhammadxon Soliyev Buyuk Britaniyaning Northampton universiteti bitiruvchisi, Cambridge universitetining Delta sohibi. Uning xalqaro tajribasi va zamonaviy pedagogik yondashuvlari natijasida talabalar xorijiy tillarni samarali o'rganish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shuningdek, AQShdagi Uzbekistan Business Leaders dasturi ishtirokchisi sifatida o'zbek biznes tajribasini xalqaro miqyosida namoyish etgan. Mutaxassisning tashabbuslari natijasida Yangi Zelandiya, Buyuk Britaniya va boshqa qator davlatlarning nufuzli tashkilotlari bilan samarali hamkorlik yo'lga qo'yildi. So'nggi 10 yilda mamlakatimizda qaysi soha eng ko'p rivojlandi desak, bu albatta ijtimoiy tadbirkorlik va ta'lim xizmatlari biznesi. E'tibor bergan bo'lsak, davlatimiz rahbari qaysi bir yig'ilishda yoki qaysi bir nutq so'zlamasin, ikkita sohaga alohida urg'u berib o'tadilar. Birinchisi bu tadbirkorlik, ikkinchisi ta'lim sohasi. Va mana shu stimullardan eng ko'p foydalangan soha sifatida bizlar ta'lim xizmatlari sektorini rivojlantirdik. Ta'lim xizmatlari ham tadbirkorlik sohasidagi imtiyozlardan, ham ta'lim sohasida berilayotgan imtiyozlardan bevosita foydalanish mumkinligi uchun soha rivojlandi. Avgust oyi bu tadbirkorlar oyi. Avgust oyida davlatimiz rahbari dunyoda mavjud bo'lmagan unikal bir format tadbirkorlar bilan ochiqdan ochiq muloqot qilib, ularning muammolarini tinglaydi. Va faqatgina muammolarni tinglash emas, ularga aniq yechim berish. U yechimlar moliyalashtirish manbalarigacha aniq ko'rsatib, har bitta tadbirkorni dardlarini, tadbirkorni qiynayotgan masalalarni bitta-bitta ko'rib chiqadilar. Mana shu yil mart oyida davlat rahbarimiz o'quv markazimizga tashrif buyurib, bizlarning faoliyatimiz bilan tanishtirdilar. Va shunda bizlarga aytdilar: endi sizlarning maqsadlaringiz Mirzo Ulug'bek vatani bo'lgan Samarqandga bolalar keladi, bolalar o'qiydi deb kelishini tashkil etish dedilar. Mana shu yil, mana shu stimuldan foydalangan holda yoz oyida Amerikaning eng nufuzli Katlik universitetining sun'iy intellekt bo'yicha ekspertini chaqirgan holda viloyatdagi birinchi sun'iy intellekt laboratoriyasini ochdik. Yangi O'zbekistonda tadbirkorlikni har tomonlama rivojlantirish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash borasida yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, mamlakatimiz taraqqiyoti va eksport salohiyatini yuksaltirish, milliy iqtisodiyotimizning barqaror o'sishini ta'minlash bo'yicha salmoqli natijalarga erishib kelayotgani, o'zining tashabbuskorligi, bilim va tajribasini namoyon etib, investitsiyalarni jalb qilish, import o'rnini bosadigan mahsulotlar ishlab chiqarish, zamonaviy xizmatlar ko'lamini yanada kengaytirish, yangi ish o'rinlari va daromad manbalarini yaratish orqali aholi farovonligini oshirish yo'lida alohida jonbozlik ko'rsatayotgani, shuningdek ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun bir guruh yurtdoshlarimiz Tadbirkorlar kuni munosabati bilan prezident farmoniga ko'ra yuksak davlat mukofotlariga sazovor bo'ldi. Samarqand shahridagi Innovatsion maskan nodavlat ta'lim muassasasi direktori Muhammadxon Soliyev kelajak bunyodkori medali bilan taqdirlandi. Shu kamtarona xizmatlarimiz juda yuqori baholanib, kelajak bunyodkori medali berilgani bilan davlatimiz rahbariga minnatdorchilik bildiraman va o'ylaymanki, bu
bizlarga berilayotgan bir avans sifatida qarash kerak. Endi bizlar bu mukofotga loyiq bo'lib, yanada o'z ustimizda ishlashimiz kerak. Yangi sohalarda sun'iy intellekt bo'ladimi, zamonaviy kasblar bo'ladimi yoki yangi chiqayotgan tendensiyalar asosida mana shuni mamlakatimizga olib kelib, jamiyatimiz taraqqiyotiga o'z hissamizni qo'shishda davom etishimiz kerak. Chindan ham bugun mamlakatimizda tadbirkorlar uchun yaratib berilayotgan imkoniyatlar, ularning huquq va manfaatlarini amalda to'liq qo'llab-quvvatlanayotgani tadbirkorlarga o'zgacha shijoat bag'ishlamoqda. Pirovardida esa yangi va istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Yangi ish o'rinlari yaratilib, iqtisodiyotimiz barqarorlashmoqda. Muhimi, aholining turmush farovonligi oshib, hududlar infratuzilmasi ham yaxshilanmoqda. Yuksak davlat mukofotlari esa ishbilarmonlarimizga yangi kuch va rag'bat bag'ishlayapti.